Adashmanglar, faqat gazabli olayotib adashmanglar akalar. Sifatiga e'tibor beringlar. Mana oddiy bitta Samares. Ko'ryapsizlar mana. O'zimizga javob beramiz. Qolganlarigini bilmadik akalar. Xo'p, YouTube'da bizning videolarimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, 250 ming so'm yutib oldim deb hisoblavering. Agar bizga xaridor bo'lsangiz, bizni g'ishlarni yaxshilab ko'ring. Sifati yoqsa, xarid qilsangiz, YouTube'dan ko'rib zakaz qilyapman desangiz, 250 ming so'm sizga skidka qilib beramiz. Bu nima degani desangiz, xolasangiz 10 qop kafelniklar beramiz. Xolasangiz pul shaklida 250 ming so'm pulidan o'tib beramiz. Sababi biz YouTube kanalimizni rivojlantirmoqchimiz. Faqat telefonda aytishingiz kerak bo'ladiki, biz YouTube'dan ko'rib zakaz qilyapmiz deyishingiz kerak bo'ladi. Akalar, gazabloydi sifatini bugun Samares qatirib ko'rsatamiz. Samares ushaydimi deyishadi. Mana hozir Samaresni qatiramiz. Hozir bitta qo'ldaman, biroz qiyinchilik bo'lyapti. Qatirib olamiz. Tomosha qiling, mana Samares tortishini qarab turman, o'zi tortyapti mana. Mana Samares qatirdik. Endi buni orqagacha tortaylik, qo'lda ushlab. Mana bitta Samares, bitta gazabloyimiz bizga 22 kilo bo'ladi. Shu 22 kilo yukni hozir mana bemalol ko'tarib beradi mana. Ko'ryapsizlar, mana bitta Samares 22 kilo yukni bemalol ko'taryapti mana. Holatini ko'rib turibsizlar, mana sharlari bir xilda tiniq chiqqan mana. Qirralariga ahamiyat bering mana. Mana tevalari, mana buni burchaklarni ko'ryapsiz mana. Mana bu burchaklari mana. Xo'rozimiz ham shu gapga suqullatda boradi mana. Burchaklarni ko'ryapsiz mana. Nihoyatda mana ko'ryapsiz, mana qonni chiqqan, unaqa emas. Bu tomoni ham mana tekizligiga ahamiyat bering, mana imkon boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Bu pufacha cho'tir joylarni ham ko'ryapsizmi? Hammasida bir xilda, qanaqadir yorug'i yoki katta-kattasi bir ko'zga yoqmaydigan joyi yo'q. Eng asosiysi mana ko'pchilik Samares ushamaydi deydi. Mana ko'rdingiz. Mana qo'limda ko'taryapman. Mana bemalol g'ishimiz mana ko'tarilyapti. Mana ko'ryapsiz. Hech qanaqa batta o'pirilish yoki qanaqadir nima bo'lgani yo'q batta. Mana ko'chib, yorilib netgani yo'q. Endi buni mana faqat tortib ham ko'raveramiz mana. Mana chiqib ketmaydi. Bemalol kuchim bilan tortyapman. Mana qo'lingizda chiqyapti. Lekin chaqqa chiqmaydi bu mana bemalol. Endi mana yana tevaga ko'tarib beramiz mana. 20 kilo bir dona Samaresimiz 20 kilo yuk ko'taryapti. Endi ikkita Samares bilan 40 kilo, 50 kilo ko'tarsa bemalol mebel ilsiz ham bo'laveradi, televizor qatirsiz ham bo'laveradi, parda ilsiz ham bo'laveradi. Xotirjam bo'ling, sifatiga garantiya beramiz. Katsivasi juda yuqori ishlarimiz mana. Turish holatlarini ko'rayotgansiz o'zingiz mana. Bu yon tomonlari ham mana silliq, nihoyatda tekis tiniq chiqqan mana. Ishlarda turishi mana joyida. Bular endi yomg'ir yoqqan, o'shini ozgina kirlari yana nima ekan bu deb hayron bo'lmanglar. Mana shunaqa holatda bizga keyin bunaqa avtomatik liniyalarda quyiladi. Hamma yo'qda o'zi tortib, o'zi o'lchab, o'zi quyadi, robot quyadi hamma yo'qda. Hech qanaqa ruchnoy joyi yo'q. Gazabloylar shu holatda. Razmerlari bunaqasiga 20 sm, bag'iga 30 sm bo'ladi. Bu tomoniga 60 sm bo'ladi. Bittasi 20 ta g'ishta o'rnini bosadi. Hozirgi kunda narxi 18 ming so'm bo'lib turibdi. Kelishadigan joyi bor. Manzilimiz Marg'ilon shaharida. Dastavkalarni vodiy bo'ylab kelishilgan holatda qilib beramiz. Andijondan kelib olib ketishdi, mana shahar tepalardan kelib olib ketishdi. Farg'onaga berdik. O'zimizning atrofdan olib ketishyapti. Qirg'iziston So'xga ham olib chiqib ketishgan. Ishlarimiz yoqadigan xudo xolasa, quruvchilar ham olishdi. Mana holatlarni ko'ryapsizlar. Nihoyatda zo'r mana. Mana uryapmiz mana. Ko'ryapsiz mana tevalarni. Bemalol mana yorilib, ezilib ketadigan emas. Bu pena bloga adashtirmanglar. Bu
salkam 50% sement bo'ladi. Mana 10 kilodan oshiq sement bo'ladi har birida. Suvga, namga nihoyatda chidamli narsa. Basseynga tashab qo'yasiz, 5 yil tursa ham suvda cho'kmaydi, chunki suv ham mana shu 5 sm dan keyin bag'iga yurolmay qoladi. Issiq ham shunaqa, yozda issig'i quyosh kelib uriladi, 5-6 sm to'xtaydi. Qishki kunida sovuq ham xuddi shunaqa keladi, urilib to'xtaydi. Ko'chani sovug'ini kirgizmaydi. Uyingiz ichidagi issiqlik ham mana shu kecha keladi, to'xtaydi. Uyingiz termiz bo'lib qoladi. Issiqda sovuqni zo'r zashta qiladi. Endi mana eski paxsalarni ko'ryapsizlar mana. Paxsani maqtaysizlar, to'g'ri yomon narsa emas. Endi u paytda gazablo'y bo'lmaganda mana hozir shu devorlar orqasida qo'shni yashaydi. Bu yorug'larida mana issiq va sovuq yaxshigina kiradi. Endi bular gazablo'ylik uyda yashab ko'rmaganligi uchun paxsa yaxshi baribir deydi, lekin mana o'zingiz xolis ko'ring, mana shu yorug'lardan hozir issiq, sovuq kirmaydi deb o'ylaysiz. Ichkarida suvag'i ushlab turgan bo'lishi mumkin, lekin baribir hozir mana devorni ushlasangiz issiqda harorati, mana odamning haroratidan ko'ra issiq gradus turibdi hozir. Mana odamni ushlagandan ko'ra issiq haroratda bir 40 gradus bo'lsa kerak bular. Bular mana havo harorati bilan bir xil, mana issiqlik yo'q bularda. 25 gradus, 28 gradus odamdan ko'ra, odamning tapti bo'ladi-yu, undan ko'ra sovuqroq turibdi mana. Bu degani o'sha issiqlik ham misol kelib urilaveradi, quyosh ham boshqa ham o'zi o'tkazmaydi uning sizni. Quyosh yo'qolgandan keyin ham sirasi bitta yuzaki issiqligi ham yo'qoladi. Sifatlariga garantiya beramiz, xudo xolasa. Turishlarini ko'ryapsizlar, tekizligi mana yana bir qator. Bag'dan ham ko'rsataveramiz mana. Hamma tomondan ko'ryapsizlar. Mana nihoyatda mana tomonlari ham tekiz idealni chiqqan mana. Hayot etib turing. Mana tekizligini qarang mana. Mana bu tomoni. Tevasini tekizligi mana. Nihoyatda sifati zo'r. Narsa qotirishga umuman o'ylanmang. Bemalol samarangizda mana ko'rib turibsizlar. Og'ir narsalar qatirsalar ham bo'laveradi. Mana yana bir qator ko'rsatamiz mana. Bemalol ko'tarib turibdi. Hech qanaqa batda ezilish yoki unaqa yorilish, teshik kattalashgan holati bo'lgani yo'q. Qo'rqmasdan zakaz beraverasizlar, sifati zo'r. Adashmanglar, faqat gazablo'y olyapti, adashmanglar akalar. Sifatiga e'tibor beringlar. Mana oddiy bitta samarangiz ko'ryapsizlar mana. O'zimizga javob beramiz. Qolganlarnikini bilmadik akalar. Bemalol olib foydalansalaring bo'laveradi. Manzilimiz Marg'ilonda. Telefon nomerlarimiz 33 550 70 70. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz 300 ming so'm skidka qilib berishimiz mumkin sizga. Videomizga like bosasiz va zakaz qilganingizda men YouTube'da kanalingizni oxirigacha ko'rdim. Boshida ko'rayotganingizda 250 ming degansiz, oxirida 300 ming degansiz deysiz. Videoda oxirigacha ko'rganingiz hisobiga 300 ming so'm skidka qilib beramiz sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.